Oyatim. Ha? Bo'ldimi? Ketyaptimi? Assalomu alaykum. Bugun biz yoshlar va ta'lim to'g'risida gapiramiz. Insoniyatning moddiy va ma'naviy maqsadlariga chuqur ta'sir qiluvchi illatlar, odatlar va bu kabi narsalarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlarning, internetning zarari kundan kunga oshib borayotgan davrda yashayapmiz. Bu zamonda yashash insondan chuqur mas'uliyatni va mustahkam hushyorlikni talab qiladi. Bugungi kunda mana shunday mas'uliyat va hushyorlik afsuski ko'pchiligimizda topilmayapti. Bularning sababi esa befarqlik, yengil-yelpi xayollar va ortiqcha erkinlik. Ortiqcha erkinlik deganda biz vaqtini nimaga sarflashni bilmayotgan kattalar va biz kabi yoshlarning achinarli ahvoli haqida gapiryapmiz. Bo'sh vaqt insonni har yo'lga boshlaydi va ana o'sha yo'llarning har birining oxiri pushaymonlik, afsus va nadomat bilan tugayotganini ko'p hollarda guvohiga aylanyapmiz. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi tuturuqsiz, ma'no mohiyatdan 5 chaqirim uzoqda yuradigan videoroliklar, fayllar va internetdagi turli bemaza o'yinlar oqibatida yoshlarimiz o'rtasida har xil achinarli holatlar ro'y beryapti. Zamonamizning behad rivojlanib ketishi, chidab bo'lmas umumiy turli taqiqlarga kimlardir tomonidan ruxsat berib yuborilishi oqibatida yoshlarimizni qo'ldan boy berayotganimizni esdan chiqarmaylik azizlar. Bu gaplar kimlargadir erish tuyulishi va hattoki kulgili tuyulishi mumkin. Lekin masalaning jiddiyligiga qaraganda kuladigan ahvolimiz yo'q. Eng achinarlisi esa ota-ona bilan farzand o'rtasidagi va o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi keskin va beodobona munosabat. Bunday munosabatlar oxir-oqibatda sovuqchilikka, behayolikka va afsuski johillikka yetaklaydi. Johil insondan esa zulm va razolatdan boshqa narsani kutmaymiz. Ta'lim sohasi vakillarini, ya'ni o'qituvchilarni behurmat qilish, ularga qo'rs va beadablarcha muomalada bo'lish o'quvchilarimizga odatiy hol sifatida o'rnashib qoldi. Bu esa kelajagimiz poydevorlariga bolta urilayotganidan darak beradi. O'quvchilarimizning darslarga qiziqishi va ishtiyoqi oldingidek emasligi ma'lum vaziyat. Buning sababi esa o'quvchilarning telefonga va ko'cha hayotiga ortiqcha berilib ketishi, aniq maqsadning yo'qligi, betartib hayot, bemaqsad yig'ilib o'tirishlar va ayrim qo'shtirnoq ostidagi o'qituvchilarimizning o'tayotgan qiziqarsiz darslari va ota-onalar tomonidan qo'yilmayotgan qat'iy talablar va hokazo. Bu ketishda biz talabalarni, o'quvchilarni va umuman yoshlarimizni fikriy va hayotiy tomondan zaif qilib qo'yishimiz mumkin. Zaif avlod bilan esa kuchli davlatni qurib bo'lmaydi. Shu o'rinda yoshlarimizning savodxonlik masalasiga, muloqot madaniyati masalasiga alohida to'xtalish zarur. O'z ona tilida ravon va bexato yoza olmaydigan yoshlarimiz afsuski juda ham ko'p. Yoshlarning savodxonligini va darslarga qiziqishini oshirish uchun ota-ona va o'qituvchi o'rtasida mustahkam va ajralmas hamkorlik bo'lishi kerak. Hamjihatlik asosida qurilgan hamkorlikning samarasini esa yillar o'tgach ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'shtirnoq ostida aytganda, xavfli davrda yashayapmiz. Har bir zamon va makonda bo'lgani singari bizning davrimizning ham o'z arslonlari, sherlari va ilonlari bor. Bu yirtqichlardan kelajak avlodimizni saqlab qolish har birimizning umumiy vazifamiz, burchimiz va majburiyatimizdir. Xulosa qilib aytganda, zamonning qaltisligini hisobga olgan holda, yoshlarimizning iymoniy e'tiqodiga, odobi axloqiga
ta'lim tarbiyasiga, xulq atvoriyu madaniyatiga alohida e'tibor qaratadigan vaqt keldi. To'g'ri va tartibli qilingan mehnatning samarasini yillar o'tgach albatta ko'zlar ko'radi, qalblar quvonadi, dillar shod bo'ladi. Salomat bo'ling.